Hop, hozir biz birinchi aylanadamiz. Hamma birinchi aylanada. Hop. İştirak etmagan bolalar darsda qolmasligi kerak. Bilasizlar? Domla biz bilan. Hammada ikkita aylana bormi? Bor. Mana shu aylanani ichida barcha ichimizdagi dardlar, eskiliklarni tashlaymiz. G'iybatni tashladim. Nimani tashladingiz? Tezroq. Injolik. Tezroq. Bilmasam tashladingizmi? Nima? Aylan. Xafagarchilik nima? Diqqatchilik nima? Xafagarchilik nima? Nima? Tezroq. Tushkunlik, ha? Tashladingiz. Tashladinglar hech narsa yo'q ekanmi? Hech balo yo'q ekan. Xotirjamda, opam xotirjamda olyapti. Hech narsa yo'q ekan tashladingiz. Kamchiliklar tashladingiz. Asabiylashni tashladingiz. Xafagarchilik. G'am tashvishlar. Oshqozon og'rishini. Oshqozoningiz og'rish, kasalliklar. Kasalliklar, ha. Stress deb. O yigitimiz bir dona gapiring. Nima? Xafagarchilik. Barcha xafagarchiliklarni tashladik. Qarang. Qo'limizni bunday qilib pastga 3 marta tashladik. Yana bunday qildik, tashladik. 3-marta tashladik. Eski aylanada qoldi. 1-2-3 yangi aylanaga o'ting. 1-2-3. Bu yerda baxt bor. Tezroq. Xursandchilik. Tezroq baxt. Xursandchilik. Ha. Nima bor? Qizlaringiz, farzandlaringiz. Ha. Bitta yigitimiz, ha. Nima bor? Kelajak farzanding. Endi olamiz. Bu yerda bosib davlatlar bor. Olamiz. Bu yerda umralar, hajlar bor. Olamiz. Bu yerda qarindosh jigarlarimiz, o'zimizning to'y-to'chiqlarimiz, baxtli ekanligimiz bor. Olamiz. Endi bir-biringizga qarang, muborak bo'lsin deng. Bir-biringizga muborak bo'lsin. Qarang, muborak bo'lsin. Endi bir-biringizga ajoblashib qo'ying. Muborak bo'lsin. Katta umralar bor.